Assalomu alaykum. Bugun yana bir bog' aro qadam qo'yamiz. Xonadon egasi Muborak opa Dadaboyevadan yangi tajriba, bilim o'rganamiz. Bu jarayon sizga albatta manfaatli bo'ladi. Bizni kuzating. Assalomu alaykum Muborak opa. Va alaykum Sizni assalom. ko'rganimdan xursandman va nihoyat keldim sizga qarashishga. Va alaykum assalom. Nigina juda yaxshi. Anchadan beri kutardim. Xursandman. Bugunchi ish rosa ko'p. Ozuqa berish, ekish, kesish, daraxtlar mana uyquga ketyapti, shoxlarini kesish. Shuning uchun siz ja vaqtida keldingiz.
undan kelib chiqib men shu yo'lni qildim. Mana tagidan men albatta qum solaman. Bilasizmi? Qumdan men podushka deydi, o'shanaqa qilaman. Buni ham ko'rganman bir joyda, o'sha bo'yicha qilaman. Keyin endi shu ustiga shoshmang. Sizga men qo'lqop tayyorlab qo'yaman. Manikyurlaringiz buzilmasin deb. Buncha bu qo'lqoplar chiroyli. Gapirmay, o'sha vaqtga borsam birinchi Qo'lqopga qaraysiz. men mana shunaqa sotadigan magazinga boraman. Ko'yniga bormayman. Birinchi shu ko'ynik. Mana shu Bog'bonligiga nima kerak bo'lsa shuni olishga mana shu anaqa borganman. Bu gal men Dubay, Istanbul qilib borib aylanib keldik. Dubayga bora olmadim hech qayerga, lekin Istanbulda gul bozoriga bordim-da. Mana qarang qanaqa chiroyli lolani oldim, qarang. Bizda bunaqasi yo'q edi. Menda o'z ko'p edi har xillari-yu. Lekin mana shu lolani rangini juda ham yaxshi ko'rib oldim. Ham arzonroq ekan, ozgina arzonroq, lekin rangi chiroyli ekan. Shu masjidga shuni ekamiz. O'zi o'tgan galiga ko'rsatuvlarda Fatima opa bilan ham lola ekkanda. Ha, men Shu ko'rdim. yaqinda lolazor ochaman deb o'ylayman. Mana sizni sizni ham to'yiga ekkan edingiz. ha, tuyaga ekkan. Mana endi hozir siz yerga ekansiz. Ana, qarang. Unda qanday Fatima yaxshi. pez ekuvdilar, siz qarab turdingiz. Endi men sizga ko'rsatib beraman. Bo'ldi. Siz men o'qituvchiman-ku. Yo'q, kasbim o'qituvchi emas. O'rgatish yaxshi ko'raman. Mana endi mana shu atrofiga aylantirib qilib, mana mana shu masofada qilib qo'yib chiqingda, ichi botirib qo'yasiz. Buyog'ini yerga Ha. pastga qaratib. Mana men bu ildizi pastga, men bu uchi tepaga. Aha, bo'ldi, tushunarli. Mana shu masofada qilib qadab chiqing. Ha, qiling. Ana. Uni hech narsa qilmaydi. Ko'rdingiz? Siz niginani ekkan lolasi deb, buniki bahorda xudo xolasa ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Kelaman yana o'shanda. Ha? Qani bor ekan Mana lolalar. lolalarim qani deysiz, ha, to'g'ri. Masofasi yaxshi. Masofasi yaxshi. Ha. 5 sm, 4 sm deyishadi, lekin men shu masofani qilaman. Mana, ko'rdingizmi? Bir xilda tushdi mana. Buni ham bundoq qo'yamiz tashib. Bunda mana chiroyli mundoq bo'lib, bir dasta gul bo'lib turadi. Xo'p, mana endi sekin tashlaymiz, piyozlar to'ntarilib ketmas. To'ntarilsa ham ishda Bu qilmaydi. oddiy shu bog'ingiz yeri. Ha, bu Shu bog'imni kovlab yeri. olgan joyingiz yeri. Mani bog'imni yeri juda ham ozuqali. Ko'rdingiz qanaqa yaxshi qop-qora. O'shaning uchun shuni o'zim solaveraman. Nima sababdan bunaqa? Bunga May. har doim o'g'itlaysizmi Ha. yerni? Har yili go'ng solaman, lekin boshqa o'g'itlar solaman. Go'ng, asosiy go'ng men ishlataman. Kimyoviylarni kamroq ishlataman, ko'proq menda. Butunlay Ha, tulsin. yana ustini Bu ham to'ldiramiz. bo'ldi, bu yetadi. Ha, bu. O'g'it bilan. Yo'q, o'g'itmas bu. Ha, nima bu? Bu oddiy turpoq o'sha. Oddiy tur. Ha, boshqa narsani ekkanimda turpog'i qolgan edi. Mana. Mana endi ko'rdingizmi? Bo'ldi, ekdik, tayyor. Endi bu go'ng. Bu go'ng. Bu otda chirigan go'ngi. Mana shu men aytdim-ku sizga go'ng ishlataman. Mana hamma gullarga mana shu go'ng ishlataman. Mana shu qalingina qilib go'ng solaman. Hozir kuz. Bemalol solaverasiz, kuydirmaydi. U yozda ko'p solsa kuydiradi. Qalingina qilib bir kun menga bitta bog'bon o'rgatgani 5 sm go'ng soling, hech tamani keragi yo'q sizga. Endi qarang. Biz shu yerda turibmizmi? Mana bu klimatis deyman-da. Nima bu? Klimatis. Aha, klimatis. Aha. Mana klimatisni kesib tashlash kerak, tepa qismini. Bu anaqa bir qavatli klimatisda, bir qavatli klimatislarni bir 20 sm qoldirib kesib tashladi. Nimaga? Nimaga kesib? Tepa qismi, chunki kuzda, erta bahorda yengidan chiqadi. Endi hozir mana shu bitta ish qilamiz, mana qarang. Shu klimatisni ham bir yo'l, mana shu rasmashni qilib ketyapmizmi? Ha, ekib qo'yamizmi? Yo'q, ekmaymiz. Ozuqasini berib ketamiz. Mana qarang, shu yerdamiz-yu, o'shancha shu yerdan nariga ketmasdan ozuqasini beramiz. Mana Bu qarang. mana masjiddan tirmashib o'zi o'sadi. Ha, mana shu bahorda mana shu hammasi-chi yozim bilan o'sganda bu. Mana bu toza. Kuzda buni mana bunda ozgina qoldirib, bir qarich qoldirib, qolganini olib tashlash kerak. Mana hozir shuni
lekin buni ham ozuqalash kerak. Mana klimatislarga, atirgullarga, gortenziyalarga hammasiga monofosfat kaliy bor mana. Monofosfat kaliy. Mana shu monofosfat kaliydan bundoq qo'lingizga hech narsa qilmaydimi? Yo'q, hech narsa qilmaydi. Mana masalan buni agar suvda eritib solsangiz, bir chelagiga bir osh qoshiq solish kerak. Bir chelagiga bir osh qoshiq. Ha. Quruqligicha soladigan bo'lsangiz, 2 osh qoshiq. Mana bundoq sepiladi. Ko'rdingiz, bundoq sepasiz. Ekkan lolamizga ham hech narsa qilmaydi? Yo'q. Unga ham mana ikovorasi bo'ldi. Mana bunga ham yaxshi, unga ham yaxshi. Shu bitta joyda men sizga aytaman, ish qaynaydi bizaniki. Har bir nuqtasiga nimadir dori berish kerak, kesish kerak. Ish ko'p. Ish ko'p, lekin yaxshi ish. Yaxshi ish. Bilasizmi, odam dam oladi. oladi. Bahridingiz ochiladi. Bahorda ko'rsangiz, xursand bo'lasiz shularni ko'rib. Anagali bir ko'rsatuv bo'lganda men aytdimki, men umuman dam olmayman dedim-da. Yo'q, u men sal noto'g'ri aytdim, chunki men umuman dam olmayman emas. Men dam olaman. Erta bahorda siz hattoki bolalarim bilan sayohatga bormadim, shu bog'imga qarabdi deysiz. Bormadim. Mana endi borib keldim. Endi borib Chunki keldingiz. yoz faslida men gullarimga qarayman. Erta bahorni ham kech kuzda o'zim dam oldiraman. Va bular gullaganda, buli ochilganda bahri dilingiz yayrab o'zingiz ham dam olasiz. Dam olasiz, dam O'zingiz ham dam olasiz, oila a'zolaringiz, kelgan Ishdan mehmonlar. kelganingizda ham chiroyli bo'ladi. Endi meni yana bitta yo'lim, mana bitta qo'shnimning yong'og'i bor-da. Xo'p, Ko'p qarg'a keladi. xo'p. Bir kuni shundoq qoldirsam, qarg'alar qarg'alar cho'kib ko'lab ketadi. yeb ketishibdi. Tushunarli. Erta Shu darajada ko'lab yeb ketadi. ko'lashar ekan. Erta bahorda qarasam ochilmayapti, deyimda qarasam bitta ham yo'q. Qarg'alar yeb qo'yishibdi. Keyin aytishdi menga, qarg'a yeb borgan deyishdi. Yo'q, chichqon yeydi, kalamush yeydi, yo'q qarg'a. Yana kalamush bizada yo'q, lekin men qo'shnining yong'og'idan qarg'a keldi. O'shaning uchun men bunaqa qilib qo'yaman. Bunga hech narsa qilmay turaveradi. Yo'q, bu turaveradi, qarg'a ham tiymaydi. Yaxshi ekan yo'li. Mana men sizga hali gapirgan gapimki, haligi lolani olib tashlab, buni boshqa narsa ekaman. Lolani olib tashlaganimda o'rniga kala guli ekaman. Kala. Eng sevimli gullarim. Kala guli, menda bu rangli kala. Rangli kala. Rangli. Qanaqa rang? Bu siyoh rang. Bu siyoh rang, undan keyin pushtisi bor, sarig'i bor. Mana shuni ko'lab olamiz-da, keyin o'rniga o'rin lolamni ekaman. Mana qarang. Bu kalani nima qilamiz? Boshqa joyga ekamizmi? Kalani qarang, kalani hozir sug'ib olaman, ko'lab, keyin mana bunaqa qilib ajratib olaman. Piyozini tozalab olasiz. Tozalab olib, keyin yurib tashladingiz-ku. Buni olib tashlash kerak. Keyin buni yaxshilab yuviladi. Bu-da, keyin piyozi. Shu kalani piyozi. Mana shu kalani piyozi. Mana yaxshilab yuvib, margansovkalarda chayib, keyin bir 15 kun, 20 kun quritib, keyin qipiq bor-ku, qipiqning ichida saqlanadi qishda. Muzdek quruq bo'lishi kerak, nam joy bo'lmaydi. Nam joyda agar saqlasangiz, gullarning ichida saqlasangiz, masalan, gullaringiz qo'ygan xonada saqlagan bo'lsangiz, unda anaqa chirir ekan. Men birinchi yili bilmadim-da, gullarim salqin joyga qo'ydim-da, o'sha yerda saqladim, gullardan namlik chiqadi-yu, o'sha hisobiga uchirib ketibdi. Mana qarang, ekkanimda mana shundoq kichkinagina edi. Mana shundoq edi. Buni yonida bolasi bor edi. Bolasi shunchalik bo'pti, onasi qarang. Mana shunday onasi yong'oqdek narsadan mana shunday katta narsa chiqdi. Bu ildizlar. O'zi kichkina. Kalani ildizi pastki chuqurga ketmaydi, yoniga ketadi mana bunaqasi. Ekkanda ham mana shunday ekasiz. Ekkanda ham xuddi shunday ekkan. Quloqingizga o'xshaydi. Mana shu kalani shu deganimki, haligi bo'sh turmaydi-da bu joy. O'sha bittasini olib tashlasa, bu yerga hozir yana lola ekan. Yana lola ekan. Buni margansovkada chayib, buni oldin 15 kun yo'q, buni oldin yaxshilab yuvib, loya qolmaslik kerak. Tozalab yuvib, ozgina ildizlarni qirib olib, keyin margansovkaga bir 10-15 kunga solib qo'yib, keyin quritib, bir 15 kun, 20 kun quruq joyda, issiq joyda quritib,
keyin xoli har birini bittalab anaqa salfetkaga o'raysizda, lekin bundoq taxlab chiqasiz, bundoq setga o'xshagan narsaga o'rab bir-birini saqlab chiqasiz. Agar salfetkaga o'ramasangiz, bular bir-biriga tegish kerak emas. Orasida o'shaning uchun qilib soling bo'ladi. Qilib solib, qolda saqlang. Ko'ringiz qanaqa qilyapti? Mana o'sha jarayon. Xuddi shunaqa. Tagidan Yostiqcha qilamiz. ozgina qum solib yostiqcha qilamiz. Keyin qadaganingizda ham shu qumga qadaysiz. Boyagiga o'xshab. Endi qaysi rangini? Endi haligi endi mana bu rangini ekansiz. Qarang qanaqa chiroyli. Bu o'sha nafmi? Boshqacha shekilli. Bu endi oq rangini. Haligi joyda haligi rangini, endi hozir oq rangini hozir ekamiz. Xuddi shunaqa qilib yog'ini. Shunami? Ha, mana shundan. Menda hammasidan 10 ta olganman-da. Tushunarli. Mana shu masofada qilib ketaverasiz. Piyozlar yaxshi, Piyozlari yaxshi katta-katta. Shuni aytmoqchi edim. Katta ekan buni. Uchtasini o'rtaga qo'yamiz. Yaxshi ekan. Mana bu anaqada gollandskiy sotlarida. Mana endi oddiy tilpo, oddiygina, Masalan, boshqa gullarni ekkanimda-chi men chuqur qaziyman-da. Bog'imni tulponni solmayman. Yaxshi universalni tulpon solib ekaman-da. Lolaga shart emas ekan. Lolaga sal baroq ozuqasi kamroq bo'lsa ham bo'laverar ekan. Asosan mana shu haligi qalinggina qilib bo'y solish ekan. Qalinggina qilib bo'y solamiz. Mana yonida gortenziya-da. Gortenziya mana buniki gortenziya bu yoqqa tushmasangiz ham bo'ladi. Bu gortenziya, metelchda. Nordon tulponni yaxshi ko'raman. O'shaning uchun men sizga bu yoqqa bo'y tushirmay deyapmanki, bo'y Nordonni o'ldiradi. Nordonni o'ldiradi. Mana endi hozir. Endi gortenziyaga ham xuddi shu ishni qilamiz. Mana kaliy fosfat. Mana folikat. Men aytdim, gortenziyalarga ham men yozim bilan quyib turaman. Har 20 kun, 15 kun, 20 kunda-da bir osh qoshiqni bir chelik suvga aralashtirib, Suvni qo'yasiz. keyin suvni qo'yaman. Masalan, mana shunga bir 5 litr, 4 litr, mana shu bitta bir chelik 10 litr aralashtirsam, uni yoshiga qarab qo'yaman. 5 litrdan 2 litr, 3 litr qilib mana bu taxminan. Bu yerga nordon beradi. Yo'q, bu qishda sovuqdan saqlaydi. Bu ozuqa. Ildizlarni yaxshi rivojlanib, sovuq urish, mana shu har xil nimalardan saqlaydi. Endi har yili kuzda buni sovuq urmasin deb. Endi bu metelchda anaqa sovuqqa chidamli. Bir xil gortenziya olib bir pasda o'ldirib qo'yishadi-ku. O'sha mashinachi gortenziyani o'zi arzon emas. Ustiga bunisi ham arzon emas. Ko'p ekmanglar, 2-3 ta ekinglar-da, yaxshilab qaranglar, yillab quvontiraveradi. Turaveradi, Mana, ko'rdingiz? Endi mana buni qildik. Endi agar topilsa, sasna bor-ku, o'shani ninalar to'kiladi-da, o'shani quriganini tagiga solib qo'ysangiz, qishga bu podushka bo'lib turadi. Menda bor, qarag'ayi qurigan ninasi. Men drobilkadan chiqarib berdi. Mana shuni endi qalinggina qilib solib qo'yiladi. Mana sizga anaqangiz. Buni terdingizmi yo sotib oldingizmi? Sotib oldim. Hozirgi paytdachi mehnat qilib pul topish qiyin emas. Mana o'sha ko'chada mashina terib kelib sotyapti. Mana sizga. U chunki ishlaydigan odam. O'zidan o'zi pul kelib qolmaydi. To'g'ri, o'zidan o'zi. Birinchidan o'shani musorga tashlamaydi. Keyin, ikkinchidan men baylarni hamchi mana shu mashina qilib bergan odam baylarni ham ko'chalardan yig'ib kompost qilib sotadi Buxorodan. Mana
Ko'rdingiz, gortenziyamiz qishga tayyor. Endi issiqqina Issiqqina, ko'rpani maza tagida qilib, mazza ko'rpani qilib tagida, ha. yotadi. Ana mana bu ham nordon, mana bu solgan, mana bu nimamiz ham nordon, bu yerda perlit, vermikulit, torf, hammasi bor. Mana shularni tagida maza qilib qishlaydi. Mana o'shandan keyin bular yaxshi o'sadi. Ertaga bahorda ko'zi quvnatadi. Ha, mana endi hozir qarang. Mana shu gortenziyani mana shunaqa shtambovoy qilishni xohlardim-da. Nega bitta gortenziya ham chiqib qoldi, o'shani hech kim ham bundoq qilmaydi. Keyin o'shani shtamp qildim mana. Kesib tashladim, mana 3 ta chiqdi pochka. Bu endi necha Uchtasidan yillik? Qachon ko'rdingiz buni? mana bahorda ekkanman. Shu Mana bahorda yozim ekkan. bilan mana shuncha o'sgan. Voy voy. Ko'rdingizmi? Ha. Mana mana shu yerda 3 ta pochka chiqdi. Mani baxtimga 3 ta chiqdi. Bir xil paytda 2 ta chiqadi. Mana bu yerda 2 ta. A bir xil paytda 3 ta. Mana bu 3 talik joyi. Ko'rdingiz? Endi mana qishda mana bu yerda kesiladi. Voy. Siz kesib tashlash kerak, bilasizmi nima uchun? Bu qor tushib, bu anaqa ho'l bo'lib, og'ir bo'lib sindirib yubormaslik sindirib uchun. yuboradi. Tushundim. Buni kesib tashladi. Qani qaychingiz oling sizdan bittasini kesing. Ana. Shundoq to'g'ri kesaveraymi? To'g'ri kesaverasiz. Mana kesingiz. Endi qarang, erta bahordachi mashina. Mana mana bu yerda mana bitta, ikkita, uchta qoldirib mana bu yerdan kesiladi yana. Mana hammasi kesib tashladi. De o'shanda mana bu yerda 3 talik joyini poylab kessangiz, mana bu 3 talik joydan yana 3 ta chiqadi. Mana bu 3 talik joydan yana 3 ta chiqadi, yana 3 ta. Bu qalamchasini nima qilasiz kesilgan qalamcha? Qalamchasini men qalamcha qilmayman, lekin qalamcha qiladiganlar berib yuboraman. Ular qalamcha qilishadi. Yana qaytadan mana bunaqa mana tepasida mana shu joy qoladi. Keyin mana bu yerdan mana bundoq kesishadi. Ana qiyshoq qilib, qalamcha qilishadi. Ko'paytirishadi. Ha, mana shuni o'zida mana hozir kesganimdan keyin 3 ta qalamcha chiqadi. 3 ta, 9 ta chiqadi. Uni bitta xotin bor, ko'pincha olib ketadi-da, qalamcha qilib sotadi. Men unga berib yuboraman. Bo'lmasam agar u bo'lmasa tashlab yuborardim. Tashlashga uval. To'g'ri. Men o'zim topdim u xotinni. Zo'r gortenziyalarim bor. Men uncha narsalar sotib yurardi-da, muhabbat degan o'rtog'im. Men aytdimki, mana shuni qalamcha qilib soting dedim. Voy sotdi haqiqatdan. Men bahorda olgan qalamchalarimni, mendan olib ketgan qalamchalarni kuzda 35 mingdan sotdi. Ana qarang qanchalik. Mana hozir bu yerda qarang 9 ta chiqadi. 35 mingdan. 30 mingdan bo'lsa ham. Salkam 350 ming pul. Ha, ana mana. Biznes rivojlantirish yo'li. Yo'q, men bu aytmoqchimanki, agar mehnat qilaman degan odam pul topaman desa, har xil yo'llar ko'p. Faqat bilim bo'lish. Bilim bo'lish kerak, lekin Va mehnat qunt bo'lish kerak. Mana masalan, men o'sha xotinga aytib berdim-da, shu ishni qildi. Undan oldin boshqasiga aytuvdim. O'xshalmadi dedi. Chunki u qunt qilmagan. Men unga mana shuni aytdim. U internetni ochdi, o'qidi, qayerdan nimani qanaqa qilish kerakligini o'rgandi, qildi. Mana masalan, keladi deb poylash kerak emas. Pul chaqirish kerak o'zi. To'g'ri. Mana ko'rdingiz, mana shu gortenziya qishga tayyor. Endi Buni mana shuni shundoq saqlash ilojisi bormi? Bo'ladi, saqlasa, uni uzunroq qilib, buni lekin mamutlarini olib tashlab, xohlasa keyin bunaqa rang kraska sepib saqlasa bo'ladi. Turadi, bu to'kilmaydi, bu hech to'kilmaydi. Tegmasangiz turaveradi. Hali qurigan gullar bor-ku, kompozitsiyalar qilishadi. Mana o'shanaqa qilib. Shuni men olib ketsam maylimi? Anariyoda ko'p masik olib bering, kattalari bor. Ba'zisi juda chiroyli. Bandini uzunroq qilib kesib beraman sizga. Bu qishga chidamli-da. Mana masalan, men hozirroq 1-2 ta qoldirib, 3-chisini tepasidan kessam bo'lardi. Bu har ehtimolga qarshi qoldirdim. Qish sovuq kelib qolsa ham, sovuq ursa ham, mamachasini uradi-da, bu yog'igacha yetib kelmaydi. O'shaning uchun qoldirdim. Keyin qalamcha qiladigan odamga ham bahorda qalamcha qilish yaxshiroq. Erta bahorda qalamcha qiladi, kuzgacha tayyor bo'ladi. Agar hozir qilib qo'yadigan bo'lsa, yana issiq joyga olib kirish kerak, teplitsa qilish kerak bo'ladi. Ish ko'p. Erta bahor bo'lsa, bahorda o'shaning uchun o'zimga yaxshi bo'lsa, boshqalarga ham yaxshi bo'ladi. Atrbulingiz qarang, ochilib deyapti. Ha, buni qarang, amamini qarang. Chiroyli. Amamlarni qarang. Bu endi
Shunday, bu endi qishda ochiladi-da. Atirgulchi mana erta bahorda yaxshi ochiladi. Keyin yozda ozgina dam oladi, chunki issiqni unchalik yoqtirmaydi-da. Jaziramada uncha ochilmaydi. Keyin kech kuzda yana ochiladi. Bu atirgullarim meniki hammasi angliskiy sortlari-da. Ko'ringiz, ninasiz mana. Yo'q, ninasi yo'q. Voy, rostdan ham ninasi yo'q. Atirgul ninasi ko'rganmisiz mana? Nina, mana bunda ham bor kam. Nima inglizlarda atirgul ninasi? Yo'q, ular shunaqa navini chiqarishadi-da. Ularda ninali navi bor, ninasizi bor. Bu o'sha buketni gullar. Bular ochilib, mana bunaqa bo'lib ochilib, to'kilmaydi. Mana ochib tomon bo'lsa ham mana bu tomon bo'lyapti mana. O'zida qotib qoladi. Bizani atirgullarimiz to'kilib ketadi. Bular o'zida qotadi mana shunday. Mana atirgullarni ham ozgina aytib o'tdik. Atirgul deganda keling, shu atirgulga ham biz go'ng solamiz. Go'ng solamiz, ozuqa beramiz. Mana qarang, ildizidan bir 10-15 santimetr narida qilib ozgina chuqur qilinadi. Keyin mana sepiladi. Qalin qilib go'ng solamiz. Atirgul juda ham go'ngni yaxshi ko'radi. Ko'rpa-da endi. Ha, ko'rpa-da istadi, ozuqalaydi. Atirgulga eng yaxshi narsa go'ng. Ayniqsa, mana bu otni go'ngi bo'lsa, u yana chirigan bo'lsa, yaxshi chiriganda, mana bu sal keyinroq sovuq boshlangandan keyin kaltaroq qilib qirqaman menimcha. Baylarni hammasini olib tashlayman. Bahorgacha turadi. Keyin erta bahorda uchlardan ozgina olib tashlayman, masalan mana. Qarang, mana bundoq qirqqan bo'lsa, voy, bu hali ochilmadi. Voy, qaramanman sizga. Mamamni olaman deb buni qirqib. Mana shunchalik qilib qoldiraman-da. Keyin erta bahordachi uni mana bundoq kesaman. Mana bundoq kesaman-da. Bundan buyog'iga necha katta bo'ladi. Yana ko'payadi. Yana ko'payadi. Mana shular hammasi yaxshilab qarasangiz mana qandoq kesilgan. Mana ko'ring, mana. Mana shu hammasi o'sib chiqqanicha shu bir yozda o'sgan. Shu yozda o'sdi. Yozimdan shunchalik o'sadi. Uni yopdik, kesdik, himoyaladik. Endi lolalarimizni ham himoya qilamiz. Qarg'aladan himoya qilamiz. Ko'rab olib ketib qolmasin, bahorda xudo xolasa. Xo'sh, biz yana ishga tayyormiz, Muborak opa. Shu holida ham go'zal. Baribir kuz juda chiroyli fasl. Men ham kuzni yaxshi ko'raman. Juda chiroyli. Kuzni ayniqsa shivalab yomg'ir yog'ib tursa-chi, umuman maza qilaman. Ham daraxtlar ham, o'simliklar ham, butalar ham maza qiladi. Mana shu hattoki qurigan gullarni ham hidi chiqadi, shivalab yomg'ir yog'ganda. Ham o'zgacha go'zallik beradi. Balki men kuzni tug'ilgan bo'lganim uchundir. Balki. Lekin men ham kuz yaxshi ko'raman, lekin men bahorda tug'ilganman. Xo'p, mana qarang. Endi haligi qilgan ishimiz, mana gullarini olib tashlaymiz. Mana ko'rsatib berdim, olaverasiz ham bir chekkadan. Tepa qismini olib tashaladi. Chunki qor yog'ib, u qor og'irida u sinib ketmasligi uchun. Mana, endi qarang, mana shu mamlarini hammasini tashlamayman. Bu nima qilasiz buni? Bu krupnolistniy bor-ku, gortenziya. Katta bargli. Qishdan sovuqdan qo'rqadigan o'rash kerak. O'shani tagiga mulcha qilaman-ku, haligi xvoynilardan. Mulcha to'shama qilasiz. Bundan qo'yib chiqaman-da. Bundan qilamdan ko'pman-da. Qalin qilib qo'yib chiqaman-da, shu issiq saqlaydi. O'zini shox-shabbalarini mulcha qilib to'shab, bittasiniki bilan ikkinchisini mulcha qilaman. Tashlab yubormayman. Shu uvolam bo'lmaydi. Uvolam bo'lmaydi, uvola. Bu qishgacha sekin chiriydi mana gullari. Ham ozuqa bo'lib qoladi o'ziga. Buni ham kesish kerakmi? Kesing. Mana qarang-da, mana shu gulchi nigina, mana shu yerdan olib tashlaydik. Mana shu yerdan kesilganda, mana shu shox hammasi 1 yilda chiqqan. 1 yilda. Ko'rdingizmi? Endi mana bahor kelsa, xudo xolisa uyg'onmasidan oldin mana buncha qilib kesib tashlayman buni ham. Mana bitta pochka, ikkita pochka bo'lsa, men bitta qilqaman. Hammasini mana kalta qilib qo'yaman. Mana bunaqa mayda chuydalarni hozir ham olib tashlasa bo'ladi. Hozircha shunda turibdi. Endi buni ham o'sha ozuqasini davom etamiz. Mamanichi Muborak opa olavering, kesib tashlang. Kesib tashlang. Mana xuddi shu ish narigi gortenziya qilgan ishni bunga ham qilamiz. Mana bu ochib olamiz. Atrofini ochib olamiz bu. Shishkalar qovursin, ichiga tashlab qo'yavering, Mana ochib olamiz.
igna bargini maydalangan drobilkasini solganman-da. Boya solganimizdan, a? Ha, boya solganimdan bunga o'sha ekilganda solganman. Bu yoshi katta-da. Mana bu katta bo'lgani uchun bunga o'sha 8 yildan beri har yili bo'lyapti. ha, har yili mana. Bunga ozgina ko'proq solamiz. Masalan, 2 qoshiq emas, 3 qoshiq solamiz. Mana buni aytibman sizga. Buni suvga aralashtirib solsa ham bo'lardi. Lekin bu ham yaxshi. Bu sekin erib boradi-da qishim bilan. Bu bo'ldi. Endi ustidan hali nordon to'rf solamiz. Bir xilda yetishadi-da. Voy, bu bosh og'rig'i ekan deb-da. Endi to'g'risi, endi bu gul bizaniki emas. Bu gul Yevropani guli. Ularning iqlimiga moslangan. Ular shunaqa qilib buni yetishtirgan, shunaqa sharoitga o'rgangan. Shu mehmonga qaraganda qarashimiz kerak. To'g'ri. Ana 7-8 yildan beri sizni hovlingizga xizmat qilib kelmoqda. Mani hovlimda xizmat qilib kelyapti. Shu hammani bahri dilini ochib, kayfiyatini ko'tarib, igna barglari. Ignani baylari mana. Birinchi olganimda menimcha qoldirganman. Bundan mana bu chiqqan. Keyin menimcha qoldirganman. Bundan bu chiqdi. Endi buncha qoldiraman. Mana hisoblayvering yoshini. Mana bu ildizi, bu 1, 2, 3, уже mana 4. Bu necha yilgili? Lekin boshida hali sekinroq chiqadi-da endi. Men olib tashlaganman keyin. Formirovka qilish kerak buni. Ko'ringiz, mana bundoq turibdi-yu. Sadadek bo'lib turibdi. Bunga agar shakl bermasangiz, siz bu qarqaqa tarvaqaylab ketadi. Mayda chudalarini, mana masalan, erta bahorda mana buni olib tashlab, hozir ham olib tashlasam bo'ladi. Ko'ringiz, mana olib tashlaysiz. Mana bu hozir uvol bo'lib tashaladi. Agar erta bahor shuni olsam, mashinam bemalol, oho, 3 ta, 6 ta qalamcha chiqadi. Lekin hozircha mana turaversa. Mana shu. Mana Muborak opa sanitar tozalash ishlarini ham bajardik. Bir chelik chiqindi yig'ildi. Endi bu chiqindi emas, Nigina. Bu chiqindi emas. Bu mana masalan, mana bu haligi mayda barli gortenziyani gullari. Xo'p. Buni mana bu yana boshqa gortenziya bor-ku, mana bu yirik bayli gortenziya. Ha, yirik bargli sovuqdan qo'rqadigan. Mana o'shan tagiga solinadi. Yana to'shama qilinadi. To'shama. Bu issiq saqlaydi. Keyin mana ustidagi barglar, chim ustidagi baylarni ham hammasini oldin men bu har bitta gulimni tagiga yaxshilab bo'y solaman. Men bular hammasi marozniklar-da. Marozniklar, anular hammasi xostalar, bular gortenziyalar. Bular mana shu nordonni yaxshi ko'radi. Endi bularga go'nsoq bo'lgandan keyin, lekin men chim ustidagi baylarni ham hammasini shu yerga tashlayman. Yo'laklarning ustidagi barglar, yo'lak, men yerdagi, men bitta yo'lkadagi baylarni ham hammasi shuning ustiga tushadi. Chunki bu tabiiy ozuqa. Men aytib qo'ymoqchiman, bizda haligi nima deydi, sevimli bekajonlarimiz, kelinlarimiz, ayniqsa kelinlarimiz juda ham tozalab supurtib hamma yo'qni qirtishlab, uni yoqib anaqa havoni buzmaylar, yig'ib uni musorga tashlamaylar. Hammani ham uyda gul ekiladigan joyi bor. Albatta. Ana o'sha yerga qalin qilib solsanglar, bu bahorgacha ham chirib, o'ziga o'zi o'g'it bo'ladi. Sotib olish kerak yo'q. Mana masalan o'rmonlarda hamma baylar to'kilib tagida qoladi-yu. Hech kim o'tni qirtishlab supurib olmaydi. Tabiiy o'g'itga aylanadi. Hech kim o'tga go'nga ham solmaydi. O'sha o'zini mana bu tabiiy mana shu chirindisida tabiiy o'g'itda o'zi katta bo'ladi. Menga bir kun bittasi aytdi-da, agar oshiqcha baylaringiz bo'lsa, qoplarga solib ko'chaga olib chiqib qo'ying, mashinalar bor, o'tishadi. Shu yig'ib ketishadi. Uvol bo'lmaydi, yoqishmaydi. Yo'qmaydi. Kislorodni buzib. Xo'p, mana endi hozir mana boshlaymiz. Anu metelchiti gortenziyani biz qishga tayyorladik, Endi bu keng bargli, bu keng bargli, bu sovuqdan qo'rqadi. Buni ham usuli xuddi shunaqa. Buni ham ozgina chetini ochamiz. Mana bu shoxlarini olib tashlasa ham bo'ladi. Endi hozircha mayli turib tursin. Erta bahorda buni berib yuboraman mana. Bu ham katta. Bu havorang. Chiroyli. Bu ham bir 3-4 yil bo'lib qoldi. Bu havorang gortenziya. Bu havorang gortenziya. O'shancha men bu shoxi oshiqcha-da, shuni qirqib tashlab yuborishga
Ko'zingiz menga yetmayapti. ko'zim qiymay olib o'tiribmanki, kimdir ko'paytiraman degan yonidan bo'lsa, mana shu yerda qirqib beraman, ko'paytiradi deb. Mana endi bunga 2 siqim solamiz. Mana shu o'zimni siqimimda 2 siqim. O'shanda ikkita osh qoshiq bo'ladi. Men tushundim sizni bog'ingiz nimaga qishin yozin chiroyli rang-barang. Nimada? Chunki siz hech nimani uvol qilmaysiz. Men hech nimani uval qilmayman. Uval qilmayman, u birinchi. Shuncha qishin yozin rang-barang Ha. bog' har doim gul o'sib turadi. Hmm. Uni ham solinadi. Uni solamiz. Endi hali xo'ynimizni ham sepamiz. Qalingina qilib sepish kerak. Anunga unchalik qalin bo'lmasa ham ungacha Bunga qalingina qalingina qilib sepish kerak. Qilib yaxshilab. Endi hali siz aytgan chiqindini Mhm. biz mana shunga Buni ishlatamiz. ustiga to'shama qilib Mana qo'yamiz. mana shunga ko'rpa. Xuddi ana yumshoq yo'ldek qilib mana shundan hisob chiqamiz. Mana issiqqina bo'ladi. Sovida saqlaydi. Bahorgacha qishin bilan chirib, o'ziga o'zi ozuqa beradi. Mana shunaqa qilib. Menda bunaqa gartenziyamdan metelchitning soni birda. Har bitta metelchitli gartenziyani guli buni qishdan saqlashga ishlaydi. Himoyalaydi. Bo'ldi, mana issiqqina bo'ldi. Mana yana bitta tashlab qo'ysak. Muborak opa, sizga kattakon rahmat. Men siz bilan mazza qilib ishladim. Sizga ham rahmat. Chunki menga siz yordamlashdingiz. Ikkita qo'l qiladigan ish 4 ta qo'l qildik. 4 ta qo'l qilib tashadi. Lekin rosa ziyrakgina qiz ekanlar. Bitta aytganimda shunda tushunmayaptilar. Rahmat. Yo'q, o'zim qiziqaman. Yaxshi ko'raman. Shuning uchun mana bu shoxni uyga olib ketaman. Bu girbariy bo'lib turadi menda, vazada chiroyli bo'lib. Muborak opa, bog'ingiz qishga tayyor, deyarli tayyor. Endi mazza qilib qishlaydi va biz albatta kelasi bahor men bugun ekkan lolalarimdan bahramand bo'lamiz. Fevral oyidan kelaverasiz. Chunki fevral oyida menda mana bitta bir qator boy chechaklar chiqadi. Chiroyli bo'lib, morozniklarim ochiladi. O'shanda kelasizlar. A bizda martda ham qor yog'adi-ku. Voy, bu qoritiyda ochilaveradi. Moroznik degani mana hozir g'unchalagan. Burada xilma-xil rangi menda oq, sariq, qizil, xilma-xil mingta davlatdan olib kelingan narsalar. Har bitta moroznik o'zining tarixi bor. Uni o'sha keyingi ko'rsatuvlarda aytib beraman. Rahmat Muborak opa. Hurmatli tomoshabinlar, agar sizlarning orangizda ham o'z tajribasi bilan bo'lishmoqchi bo'lgan bog'bonlar, havaskor bog'bonlar bo'lsa, mutaxassislar bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Biz sizni bog'ingizda albatta mehmon bo'lamiz. Bog' aro yana ko'rishamiz. Xayr, salomat.